Akajon, shu desangiz kuyovingizga arzon mebel yoqmayapti, qimmat mebel yoqyapti. Bilaman sizga qimmatli qiladi. Agar qimmatli qilsa, kuyovingiz bilan gaplashib ko'raymi? Yo'q, seni bunaqa demagan. Otamdan qolgan merossan-ku. Akam kira qilar keldi, pullar yetmaydi o'ylayapsanmi? Kirakashdan pul ko'p seni. Olib beraman, xudo xolasa hammasini. Kecha yana jarima kelibdi menga. O'zi mashinani mo'yna almashtirib olmay qiynalib yurdim. O'tgan kuni gazga to'laganim, bugun svetga to'lashim kerak ekan. Hali pulliga hali yog' qolmadi, shakar qolmadi deb turish o'ylaydilar. Qatdan yetkazaman endi bularni. Aka, nima bo'ldi? Shu mebel ma'qulmi sizlarga? Ma'qul-ku, endi narx qimmatda ko'rdi. Bizda bo'lib to'lash xizmati ham bor. Yo'q, qani? Bitta pasportga, bitta aylanma kartaga. Nima muammo bo'lyapti? To'lovdan muammo? Mana bilan yechib. Yo'q, odam hijolat qilmay, kuyov bola o'zimiz eplaymiz. O'zim mebelim uchun o'zim to'layman. Erkakman mana. Mamamdan yechib bering. Aka, pul yetmadi plastikda. Yo'q, bo'lib to'lashgan beryaptimi deydi? Ha, bo'lib to'lashga beramiz. Aka, yo'q, uni o'zi eplab olarsiz.